Bugun biz sizlar bilan aniq integral tushunchasi degan mavzuni o'rganamiz. Bu mavzuda biz aniq integral nima, integral yig'indi, darbu yig'indilari degan tushunchalarni o'rganib chiqamiz. Eng birinchi navbatda anaqa berilgan sohani bo'laklash degan qoidani o'rganaylik. Sohani bo'laklash. Masalan, bizga biror bir AB kesmada yoki segmentda R'da berilgan AB segmentda bo'laklashni ko'rib chiqaylik. AB segmentimiz bara. Xo'p, agarda biz uni chizmada chizib ko'radigan bo'lsak, sonli to'g'ri chiziqda xo'p, mana. Mana bu A bo'lsin, mana bu B bo'lsin. Mana shu biz aytayotgan, bizga berilgan mana shu AB segment. Bu segmentni bo'laklashni o'rganmoqchimiz. Buning uchun shu nechta bo'lakka bo'lmoqchi bo'lsak, shunga qarab nuqtalarni belgilab olamiz. Masalan, qarang. N'ta nuqtani olsak, dastlabkisini A deb o'zini olamiz. Dastlabkisi A'ni o'zi bo'ladi. Demak, mana bitta nuqta. Xo'p, keyin ikkinchisi, aniqrog'i birinchisi, dastlabkisini 0 deb olsak, birinchisi mana bu bo'lsa, mana bu ikkinchisi bo'lsa va hokazo shunday qilib bo'lib chiqqanimizda mana oxirgisini xn deb olsak, birinchisini x0 dedik. Mana shunaqa bo'laklarga bo'ldik. Mana shu n'ta nuqtani olganimizda bizning AB segmentimiz bo'laklarga, kesmalarga ajralib qoldi. Mana bittasi mana bu, ikkinchisi bu va hokazo bo'laklar hosil bo'ldi. Xo'p, bu bo'laklashda qarang, bu bo'laklashda biz x0 x1 oralig'ini yoki x1 x2 oralig'ini tanlab olishimiz mumkin. Agarda biz ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir kesma birligida olsak, bular mana bu kesmalarni har bittasining uzunligi mavjud bo'ladi. Shunday ta'rif. Ushbu A teng x0, kichik x1, kichik x2 va hokazo kichik xn minus 1 kichik xn teng b munosabat bilan berilgan x0, x1, x2 va hokazo xn nuqtalar AB segmentni bo'laklash deb ataladi, deyiladi. Ya'ni o'sha nuqtalar AB segmentni bo'laklaydi. Bir nechta bo'lakka bo'laklaydi. Bu bo'laklashni biz P bo'laklash deb P x0, x1 va hokazo xn nuqtalar to'plam ko'rinishda mana shunday yoziladi. Bu P bo'laklash. Bu nimani x0, x1 va hokazo bularni tanlashimizga bog'liq. Agarda biz bularni boshqacharoq tanlasak, ya'ni ular orasidagi masofalarni o'zgartirsak, boshqa bir bo'laklash paydo bo'ladi. Tushundingiz-a? Endi biz e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita kesma, ya'ni ikkita nuqta orasidagi mana masalan x1 nuqta bilan x2 yoki x0 nuqta bilan x1 nuqta, bular orasidagi masofani bir xil bo'lsin degan gapni aytmadik. Demak, ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Tushundingiz-a? Xo'p, ana shu ikkita nuqta orasidagi ayirmani mana delta x deb belgilaymiz. Endi kayinchi nuqta bilan k plus birinchi nuqtani qarayotganimiz uchun shu ikkita nuqta orasidagi
kesmani uzunligini qarayotganimiz uchun buni delta xk deb yozishimiz mumkin. Ana shu narsani lambda p deb maksimumini belgilaymiz. Ya'ni mana bu ayirmaning bunaqa ayirmalar ko'p-ku. Mana x1 minus x0, x2 minus x1, x3 minus x2 va hokazo. xn minus xn minus 1. Bunaqalar ko'p. Ana shu uzunliklari har xil bo'lishi mumkin. Mana bu uzunlik shu uzunliklarning maksimumini lambda mm, lambda p deb belgilaymizda buni p bo'laklashning diametri deb aytamiz. Uzunligi yoki diametri deb aytiladi. Mana shu p bo'laklash ana bu lambda p diametrga bog'liq bo'ladi. Tushundingizmi? Agarda o'sha lambda p bo'laklash diametri o'zgarsa, yangi bo'laklash paydo bo'ladi. Xo'p, mana misol. Qarang. 0,1 oraliqni, ya'ni kesmani, oraliqni emas, 0,1 kesmani biz 0 2 taqsim 3, 4 2 taqsim 10, 4 taqsim 10, 6 taqsim 10, 8 taqsim 10, 10 taqsim 10 deb yozishimiz mumkin. Bo'laklarga bo'lib oldik. Ana endi qarang, 0 bu oraliqning birinchi nuqtasi edi kesmaning. Oxirgi 1 deganimiz kesmaning ikkinchi, oxirgi, ya'ni ikkinchi uchi bo'lardi. Mana shu bo'laklash, mana shu birinchi bo'laklashning diametrini topaylik. Diametri bilamiz. Keyingisidan keyingi nuqtadan oldingi nuqtani ayiramiz. Mana qarang, ixtiyoriy keyingi nuqtamiz masalan 6 taqsim 10 bo'lsa, undan oldingisi 4 taqsim 10. 6 taqsim 10 dan 4 taqsim 10 ni ayirsak 2 taqsim 10 bo'ladimi? 1 taqsim 5 deganimi? Demak, mana buning lambdasi, ya'ni diametri. Birinchi bo'laklashning diametri 1 taqsim 5 ga teng ekan. Endi mana bu ikkinchi bo'laklash. Qarang. Dastlabki kesmaning uchini 0 da oldik, keyingisi sizga yana ham tushunarli bo'lsin uchun mana bunday qilib olsam. Mana bo'laklashdi. Mana bu 0. Xo'p, bu keyingisini 1 taqsim 10 deb olyapmiz. Keyingisini 2 taqsim 10 deb olyapmiz. Keyingisini 3 taqsim 10 deb olyapmiz. Keyingisini 4 taqsim 10 deyapmiz. Va hokazo. Shunday borib, oxirgisini 2 bo'lyapti, 1 bo'lyapti. Mana bir kesmamizga kelib to'xtayapti. Ana bu yerda mana bu bo'laklash oldingi bo'laklashdan farqli, boshqacha bo'laklash bu. Bu bo'laklashning diametri, ya'ni lambda teng. Mana ixtiyoriy ikkitasini olamizda, keyingisidan oldingisini ayiramiz. Mana keyingisi 2 taqsim 10 bo'lsa, bundan oldingisi 1 taqsim 10. Barobar nima chiqadi? Mana bu ikkinchi bo'laklashning diametri nimaga teng ekan? Ha? Mana buni diametrini aytdik, 1 taqsim 5 dedik. Bundan buni ayirdik-da, chiqqanini bu diametr dedik. Hozir bu yerda ham mana bundan oldingisini ayirdik, chiqqan natijani diametr deymizmi? Nima ekan diametr? 1 taqsim 10 ekan. Buning diametri 1 taqsim 10. Qaysi qisqaroq ekan? Oraliq. Mana ikkinchisida, to'g'rimi? Ana endi haqiqatan ham doskaga qarayotganingizni sezyapman. Boya sezmayapti. Ha, mayli, bo'pti, mayli. Nima desangiz ham biz rozimiz. Xo'p, shunday qilib mana bu
Ikkovi ham haligi bo'lib qolibdi. Birinchisi bu, ikkinchisi deyish kerak. Mana o'sha aytgan narsamiz bor. P1 bo'laklashning diametrini yozdik. P2ning diametri bu. Xo'p. Endi xo'p. Darbu hamda integral yig'indilar degan qoidani kiritamiz, tushunchalarni kiritamiz. Darbu yig'indisi nima, integral yig'indisi nima ekanligini hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, kim biladi integral funksiyaning integrali degani nima edi o'zi? Maktabda o'tgansizlar-ku. Xo'p, bu shu funksiyaning grafigi, keyin integrallash anaqa kesmasining oralig'ining chekka nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar va absissa o'qi bilan chegaralangan figuraning yuzi hisoblanadi. Mana endi qarang, shunga qaytamiz. O'shanga mana bu y teng f at x, mana qora chiziq bilan chizilgan y teng f at x funksiyaning grafigi shu bo'lsin. Xo'p. Ana shu f at x funksiyaning grafigi mana. Keyin A nuqta mana bu kesma. Bizda kesmamiz mana bu bo'lsa agar shunday shu kesmani ko'radigan bo'lsak, mana A, B. Demak, A nuqtadan o'tuvchi va AX o'qiga perpendikulyar bo'lgan mana bu to'g'ri chiziq. B nuqtadan o'tuvchi va AX o'qiga perpendikulyar bo'lgan mana bu to'g'ri chiziq va AX o'qi bilan chegaralangan figuraning yuzini qaraylik. Qarang, yana qaytaraman. Biz ko'rayotgan figura mana bu, mana qora chiziq bilan chizilgan. Mana bu grafik, bu yoqqa ketadi, bu yoqqa ketadi. Tushundingizmi? Ikkinchidan mana bu to'g'ri chiziq, keyin mana bu to'g'ri chiziq. Bu natijada men mana chizmayman, shunday ko'rsataman. Mana bu, mana men chizayotgan yuza hosil bo'ladi. Anaqa figura hosil bo'ladi-da. Ko'ryapsizmi? Yuqori tomondan bunaqa y chiziq, ikkita yon tomonda xuddi trapeziyaning qarama-qarshi tomonlariga o'xshab parallel to'g'ri chiziqlar, uchinchi tomoni to'g'ri chiziq. Ana shundan hosil bo'lgan figuraning yuzini qaraylik. Bu figuraning yuzini hisoblash ja oson emas. Shu matematikani oldida turgan muammolardan bittasi mana shunaqa figuraning yuzini hisoblash. Buni hisoblash uchun qanday qilamiz? Qarang. Agarda men mana shu y teng x teng a nuqtadan o'tuvchi mana bu to'g'ri chiziq va mana bu grafikning kesish nuqtasi, mana tegizmayman, sabab tegizsam o'zgarib ketadi. Xo'p, mana shu nuqtasidan AX o'qiga parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Natijada mana bu to'g'ri to'rt burchak hosil bo'ladi.
Bu to'g'ri yuzini hamma biladi, bo'yi bilan enini ko'paytmasga teng. Osongina hisoblasak bo'ladi. Lekin men bunaqa qilib oladigan bo'lsam, mana qarang, yashil chiziqlar bilan chegaralangan to'g'ri yuzini hisoblayapmiz-da. Lekin bizga kerak bo'lgan yuza mana bu, mana bu yerda bor, mana qarang. Keyin mana bu yerda bor. Shu yuzalar hisoblanmay qolib ketyapti. Biz kerakli yuzani hisoblolmadik. Undan kamroq bo'lgan yuzani hisobladik. Keyin boshqa bir kishi aytdiki bizga, shuni mana bu chiziq emas, tepadan o'tkazsak-chi deyapti. Mayli, unga ham ko'ramiz, tepadan o'tkazdi. Ya'ni mana bu x teng b to'g'ri chiziq va y teng f(x) funksiyaning grafikini kesishgan nuqtasidan ox o'qiga parallel o'tkazdik. Natijada mana katta to'g'ri burchak hosil bo'lyapti. Buni ham yuzini hisoblash oson. Bo'yi bilan enini ko'paytiramiz, chiqyapti. Lekin bunda biz oshiqcha joylarni hisoblab oryapmiz. Tushunyapsan? Ana bu yerdagi muammoni ko'ryapsizmi? Birinchi aytgan usulda ko'rsak, kam joyni hisoblayapmiz. Xo'p, ikkinchi to'g'ri qarasak, ko'p joyni hisoblab oryapmiz. Aniq yechimi chiqmayapti. Keyin bunaqa qilib o'ylab ko'raylik. Mana shu oraliqni, shuni o'zi. Boshqa grafiki mana shunday AB oraliq. Shu oraliqni xuddi boyagiday o yuqorida aytganimizdek bo'laklash bajaraylik. Bu oraliqni bo'laklash bajaraylik. Ya'ni x0, x1, x2 va hokazo xk, xk plus 1 plus va hokazo xn. x0'imiz bu a, xn'imiz bu b. Ali kesmaning chetki nuqtalari. Xo'p, bu yerda qarang. Mana bu oraliq, mana x1 dan x0 ni ayirsak, hosil bo'lgan oraliq nima bo'lar edi? Uzunligi, shu oraliqning uzunligi aytinglar, hozirgina ko'rdik, diametri deyiladi. Demak, bu bo'laklashning diametri mana shu bo'lar ekan. Bu yerda endi maksimum, u yerda maksimum aytdik, bu yerda aytmayapmiz-ku. Bu yerda oraliqni teng qilib bo'ldik. Chunki teng qilib bo'lsak, maksimum to'g'risida gapirish hojati yo'q. Hammasi bir-biriga teng bo'ladi-da. Tushundingizmi? Xo'p, demak, mana bu oraliqni teng bo'laklarga bo'lib, mana shunaqa oraliqchalar hosil qildik. Ana endi qarang. Mana shu boyagi ishni bajarsak, mana bu yerda nima ish qiluvdik? Ana yuzani hisoblash uchun A dan ox o'qiga perpendikulyar o'tkazdik va B dan o'tkazgan edik. Katta yuza hosil bo'ldi, o'shani hisoblab chiqardik. Endi boshqacharoq qilaylik. Shu oraliqni mana A dan o'tkazdik perpendikulyar, B dan o'tkazdik. Mana funksiyaning grafiki yashil. Lekin boyaginday oshiqcha yoki kam narsani hisoblab qo'ymaslik uchun bu oraliqlarni bo'laklarga bo'lib chiqaylik. Shu oraliqni bo'laklarga bo'lib chiqaylik. Mana x1 nuqta mana bu bo'lakni hosil qildi ana. Xo'p, keyingisi mana bu bo'lakni hosil qildi. Keyingisi mana bu bo'lakni hosil qildi. Keyingisi mana shunday qilib biz nimani hosil qildik? Boyagi bitta yuzani, boyagi bitta, mana bunday bitta to'liq yuzani mayda kichik bo'laklarga, yuzachalarga ajratdik. Ana endi qarang, mana shu yuzachalarni hisoblaganimizda bunday boya aytganimizdek birinchi mana bu to'g'ri burchakni ko'rdik. Xo'p, ikkinchi mana bu to'g'ri burchakni ko'rdik. Qarang, birinchisini
Biri bu rangda belgiladik, malla rangda. Ikkinchisini qizil rangda chiqirqlab chiqdik. Mana sizda ko'rinib turibdi. Malla rangdagi mana kichik to'rt burchakning yuzi, qizil rangdagisi katta to'rt burchakning yuzi. Endi qarang, kichigini hisoblaganimizda mana bu yuza qolib ketdi. Agar kattasini hisoblasak, mana bu yuza oshiqcha hisoblanib ketdi. Endi ko'zingiz bilan chamalab shu ishni qilaylik, qarang. Mana bu x0, x1 oralig'ini yana bitta bo'lakka bo'laylik. U holda xo'p. Yana bitta bo'lakka bo'lsak, qarang. Mana shundayga bo'lsak, bizda o'zi grafikimiz mana bunday edi. Xo'p. Birinchi yuzani hisoblaganimizda mana bu yuza hisoblanmay qolardi. Ikkinchi katta to'g'ri hisoblaganimizda men endi mana shunday bo'lardi. Buni hisoblaganimizda katta yuza hosil bo'lyapti. Agar buni yana bitta bo'lakka bo'lsak, qarang. Ana. Mana bu uchburchak bo'lyapti. To'g'ri burchak. Buni yuzini hisoblasak, keyin mana buni yuzini hisoblasak, ikkovini qo'shsak, qarang. Mana bu yerda birinchi safar hisoblanmay qolib ketgan mana shuncha joy yana qo'shilib ketdi. Hisoblanib ketdi. Demak, biz mana bu oraliqni yetarlicha kichik qilib olsak, bizning hisoblagan nimamiz, yuzamiz nima bo'lar ekan? Hisoblagan yuzamiz aniqroq chiqar ekan. Shunday qilib biz mana bunday bo'laklarga bo'lishni shunday qilib yozishimiz kerak ekanki, delta xk teng xk minus x k minus 1. Mana shu. Bu degani mana bu oraliqning uzunligi degani. Buni lambda deb olgan edik. Lambda demak keng edi. Maksimum delta xk ning maksimumi edi. Mana shunday hisoblanadi. Mana shuni biz agar 0 ga intiltirsak, ya'ni mana bu oraliqni yetarlicha kichik qilsak, u holda kamroq joy hisoblanmay qolar ekan. Ya'ni nimasi aniqligi ortar ekan. Xo'sh. Ana shunda qarang. Siz e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz mana bu chizmadan hosil bo'lgan bo'laklarni birinchi kichkina kichik to'rtburchaklarni, yuzlarini hisobladik mana. Malla bilan bo'yalgan qismi mana shu. Bularni hisoblayapmiz. Xuddi shu narsa bu yerda ham bor-da mana bu bor, mana bu bor, bu bor. Shularni qo'shib chiqishimiz mumkin. Ikkinchidan mana bu katta to'rtburchaklarning yuzlarini hisobladik. Mana bu yuzalarni hisoblaganda qanday qilardik, qarang. Kichkina to'rtburchak yuzini topish uchun, xo'p, to'rtburchakning eni, ya'ni mana bu boya o'chirib oldik, yambida edi. Ya'ni bo'laklashning diametri edi. Demak, bo'laklashning diametrini xo'p, to'rtburchakning katta tomoniga ko'paytirsak,
Mana bu to'g'ri yuzi keladi. Xuddi shunday mana bu to'g'ri yuz yoki buni yuzi mana kichkinalari. Mana bularning yuzlarini hisoblaganda ana shunday tartibda hisoblanar ekan. Endi mana shu hisoblashda mana bunday summa hosil bo'ladi. Uni kichik s deb belgilasak, bu xo'p. Bu yerga harflar qo'ymabmiz-da. Demak bu ana shu degani mana qarang. Funksiyaning A nuqtadagi qiymati. Funksiyaning A nuqtadagi qiymatini topish uchun funksiyaning grafikigacha kelamizda kesishgan joyida. Mana shu funksiyaning A nuqtadagi qiymati bo'ladi. Ko'paytirilgan mana bunisi. Buni esa biz delta x dedik, u ham bo'lsa, xo'p, delta x bu yambida deganimiz. Lambda deganimiz. Ana shunday. Xo'p. Xo'p, lambda 1 plus ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, masalan, xo'p, mana bunisi. Funksiya qarang, x1 nuqtadan bungacha kelyapti, grafikgacha. Bu funksiyaning x1 nuqtadagi qiymati. Lambda 2 bo'ladi. Plus va hokazo. Nechta yuza bo'lsa hammasini qo'shib chiqsak, bu f xk bo'ladi. N bo'ladi. Xo'p, ko'paytirilgan lambda n bo'ladi. Mana bu yig'indini qarang, bu yerda n ta qo'shiluvchi bor. Bu yig'indini biz bunday qilib yozamiz. Summa xo'p k 1dan n gacha fk fxk ko'paytirilgan lambda k. Ana shunday qilib yozib olamiz. Mana bu yig'indi Darboning quyi yig'indisi deyiladi. Darboning quyi yig'indisi. Endi mana bu katta to'g'ri burchaklarning yuzini hisoblaganimizda xo'p, xuddi shunday hisoblanadi. Faqat unda qarang, birinchisini hisoblaganda biz x0 ni oldik, ya'ni a ni oldik. Lekin birinchisini hisoblaganimizda, ikkinchisini hisoblaganimizda uning tomoni mana bu-ku. Bu esa mana tomoniga teng, ya'ni x1 nuqtadagi funksiyaning qiymati bo'ladi. Tushunyapsizmi? x1 nuqtadagi funksiyaning x1 nuqtadagi qiymati. Ko'paytirilgan o'sha delta k ni o'zi. Delta k ni o'zi. Bu yig'indini biz s, buni katta s deb belgilasak, xo'p, bu bunday bo'ladi. F xo'p x 1 lambda xo'p plus f x 2 lambda. Xo'p, mana bu lambda bo'lsa, xo'p, plus
va hokazo plus f x n plus 1 bo'ladi endi. Yamida n x n plus 1 n plus 1 yamida n. Mana bu darbuning yuqori yig'indisi deyiladi. Qarang, biz ko'rayotgan yuzamiz quyi yig'indidan katta, yuqori yig'indidan kichik. Ya'ni darbuning mana bu yerda hisoblab topgan quyi yig'indisidan katta, yuqori yig'indisidan kichik bo'ladi. Xo'sh. Endi boshqacha yig'indini qaraylik. Faraz qilaylik, boyagi nima? Mana grafik va bo'laklash, p bo'laklash natijasida hosil bo'lgan mana bu yuzalar, shularni boshqacha yo'l bilan hisoblaylik. Qarang. Ixtiyoriy xk va xk plus 1 nuqtalar orasidagi mana bu oraliqni, mana bu kesmaning uzunligini yamida k deb olsak, ya'ni diametrini yamida k deb olamizda, mana bu boyagi darbuning quyi va yuqori yig'indisini olganimizda, mana bu katta tomoni kichik tomoni olinadi. Bu endi orasidan, o'rtasidan emas, orasidan bitta kichik k degan nuqtani olsak, bu yuqoriga chiqib ketsa, funksiyaning grafiki bilan mana bu nuqtada kesishadi. Bu degansiz mana kattasidan kichik, kichigidan katta bo'ladi. Natijada har bitta oraliqni shunday hisoblab chiqsak, bo'laklarga bo'lib shunday nuqtalar, kichik k nuqtalarni har birovidan olib qo'ysak, natijada mana bunday yig'indi bo'ladi. Uni bunday yozadigan bo'lsak, qarang. Sigma deb olaylik. Men to'g'ri yozdim. Sigma deb olaylik. Mana bu yig'indimiz, qarang. Summa k birdan n gacha, xo'p, f kichik k ko'paytirilgan lambda k. Mana bu yig'indi ana shu yuzani beradi. Biz so'rayotgan, qidirayotgan yuzani o'rniga shuni olishimiz mumkin, lekin baribir aniq emas. Bu mana shu olganimizda kamroq, bir qismi ko'proq hisoblanib ketadi-da, oqibatda aynan boyagini o'zi biz boshda so'ragan yuzani ola olmaymiz. Shundan keyin qarang, mana bu integralni biz mana bu yig'indini integral yig'indi deb oldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda 3 ta yig'indi bo'ldi. Bittasi darbuning quyi yig'indisi, ikkinchisi darbuning yuqori yig'indisi va uchinchisi integral yig'indi. Mana bu yig'indilar qarang. Shunday chizmadan ko'rish mumkin. Darbuning quyi yig'indisi kichik yoki teng sigma, ya'ni integral yig'indidan, bu ham kichik yoki teng darbuning yuqori yig'indisidan. Ana. Agarda biz bu yerdan limitga o'tsak, limit. Xo'p, lambdani 0 ga intiltirib
Lambdan 0 ga intiltirib limitga o'tsak, mana S teng sigma teng noto'g'ri yozib yubordim yana. Limit lambda 0 ga intilganda xo'p sigma teng lambda 0 ga intilganda katta S. Mana shunaqa munosabat bo'lar ekan. Haqiqatan ham qarang. Biz boya nimada hozir buni o'chirayin. Boya ko'rdik-ku, mana bunda ko'p xato qilgan bo'lsak, kichik bo'laklarga bo'lganimizda xatolar kamroq bo'lyapti-da, bularni yana ham kichik bo'laklarga, juda kichik bo'laklar, mana bu bo'lakning uzunligi 0 ga intiladigan darajada qilib oladigan bo'lsak, bizning boyagi darbi yig'indimizni quyi darbi yig'indi, yuqori darbi yig'indi va integral yig'indilar hammasi biz boshida ko'rgan mana bu yuzanga intilib boradi. Tushundingizmi? Limitga o'tganimizdan keyin bular teng bo'ladi. Ana shu chiqqan natija xo'p, darbi yig'indilarining limiti va integral yig'indining limiti lambdan 0 ga intilgandagi limitlari bir-biriga teng bo'lsa, demak mana bu yig'indi bu integral, aniq integral deyilar ekan va aniq integral mana bunda yoziladi. Integral A'dan B'gacha xo'p f od x dx bo'lar ekan. Ana aniq integralimiz mana shu bo'lar ekan. Bu shunday qilib bilib oldik. Aniq integral bu ana integral ostidagi funksiyaning grafiki bilan x barobar a, x barobar b to'g'ri chiziqlar va ox o'qi bilan chegaralangan mana shu yuza bo'lar ekan. Tushundilaringizmi? Savollaringiz bo'lsa beringlar. Mana darbi yig'indilari boya men tushuntirdim sizga. Darbi yig'indilarni chizmadan ko'rsatdim. O'sha chizmada demak biza ixtiyoriy m va katta m haqiqiy sonlar berilgan bo'lsin. Ya'ni aniqrog'i mavjud bo'lsin. Bular mana xo'p, biz mana bunday p bo'laklashimizdan keyin oraliqlar mana bu xk plus 1 oraliqlar hosil bo'ldi. Chizmadan ko'rdik hammasini. Mana bu oraliqda funksiyaning qiymatlarining eng kichigini mk deb belgilaymiz. Eng kattasini katta m deymiz va mana bu summani yozamiz. Mana bu yerda xo'p, mana bu yerda o'sha summa qolib ketgan. Ana shu summa. Bu darbining quyi yig'indisi edi. Esingizda bo'lsa. Boyagi to'g'ri burchaklarni kichigini hamma kichik to'g'ri burchaklar yuzlarini qo'shib chiqardi. Mana bu yerda esa katta mk bo'lyapti. Bu katta to'g'ri burchakning yuzi edi. Mana bu narsa
Xo'p, mana bu yerda summa belgisi bor. Xo'p, ana shu darbining yuqori yig'indisi bo'lardi. Bu chizmada ko'rganmiz. Endi oralig'dan biz p bo'laklashni hosil qilganimizda n-1 nima hosil bo'lardi? Bo'laklar. O'sha bo'laklardan, ya'ni kesmalardan bittadan nuqtalarni olamiz. Mana kishi 0, kishi 1 va hokazo kishi n-1. Ana shu bo'laklardagi ixtiyoriy nuqtalar va funksiyaning o'sha nuqtalardagi qiymatini hisoblaymiz va xo'p, qaniydi mana shu narsa qolib ketganda bu yerda mana summa k 0 dan n-1 gacha f kishi k ko'paytirilgan delta xk. Bu delta xk o'sha yamida k edi. Mana bu yig'indini biz integral yig'indi deymiz. Keyin bulardan limitga o'tganimizda xo'p, ana shu nima integral deyiladi va mana bunday yoziladi. Uni men boyasiga yozib ko'rsatdim. Mana integral a'dan bgacha, mana integral a'dan bgacha, integral a'dan bgacha, integral a'dan bgacha. Boyagi mana bu yerda ham integral a'dan bgacha. Boya men sizga yozib ko'rsatdim, limitga o'tgandan keyin har bir yig'indi shu integralga aylanadi va ular bitta narsani hosil qiladi. Savollaring bo'lsa beringlar.